kılar bəxtni nişan Arzu üçün mağan yolda Acır tapar ter tüken insan Takdir her kimnin öz kolida Devrimizden tor çolpanları Yürekte var ot armanları Devrimizden tor çolpanları Şal erkek kız oğlanları Vissal tapar bu sahnimizde Yürekteki ot armanları Vissal tapar bu sahnimizde Yürekteki ot armanları Gelin yigit kızlar sahnega Kushtarsiz ne talay va pursa Omadlar yor bu yerda sizga G'alaba uchun kerakdir jur'at Kelin yigit qizlar sahniga Kutar sizni talay va fursat Omadlar yor bu yerda sizga G'alaba uchun kerak bir jur'at Davrimizdan tor cho'ponlari Yurakda bor o't armonlari Davrimizdan tor cho'ponlari Shal erkak qiz o'g'lonlari Vissal tapar bu sahnimizda Yurakdagi o't armonlari Vissal tapar bu sahnimizda Yurakdagi o't armonlari Ben bu programın riyasetçisi Gülşen Mehmet Dursun. Torda bivas körstüş en yeni iqim. Torda bivas körsetçisi Gülşen Mehmet Dursun. Torda bivas körstüş en yeni iqim. Torda bivas körstüş en yeni yüzünüş. Siz faqat mush qitimliq fursatni ching tuta olsangizlar, ishonaman, o'zingizga mansub sakniga erisha olasiz. Bugun siz torda bivas ko'rsatishga qatnashdingizmi? İkraldırıcı kadarı görmeler şundakla tordaşlar, yetekçi ustazlar, bizden aziz mehmanlarımız. Endi bu qandaq bir programıdır deb o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin. Bulubmu bizden ekrandagi ko'rmanlarimizga bir tushundirish berishimiz kerak. Mana hozir sizlarning ko'z oldinglarda eng yeni qiyofatda, eng yeni loyihada sunilgani bo'lsa, darajadan tashqari tor cho'lponlari programmasi. Bu programmamizga bizning Abdum rayonimizdagi her millet en qaltis bo'lgan tor cho'lponlar qatnashadi. Ya'ni ular uchun kengri maydon bo'lgan darajadan tashqari tor cho'lponlar programmasini vujudga chiqardik. Mana mush sababdan ko'z oldinglarda namoyon bo'layotgani eng yangi, ya'ni Abdum rayonimizdagi tunji desak bo'lar meningcha, tunji qitimliq torda naq maydon bevosita ko'rsatish orqali riyosatchilikni sinaydigan mana maharet ko'rsatadigan bir sahna. Bu sahnamizda bizning tor cho'lponlarimiz chaqnaydi, julandı. Bugungi ularning ishbasi qandoq bo'ldigandi? Sal saqlab turinglar. Darajadan tashqari tor cho'lponlar programmasi diyorimiz Xinjiangning esil mahsulotlarini texnik ko'p kishilarga tunishtirg'isi. Mikro video va tordan naq maydonda ko'rsatish orqali tirishchan yoshlarimizning go'zal arzu armonlari bu sahnada visol topqisi. Xinjiangdagi her millet hanım kızlarımızdan alqışga erishgan fancy tibbiy asrash buyumlari programmamizning tajdorligini o'z ustiga olgan. Abida tabiiy mineral suyu programmamiz bilan alayda hamkorlashgan. Huzur to'ygi suti parashugi, huzur to'ygi suti atganchi, huzur o'shki suti atganchini ishlab chiqargan Urumchi hayot sherikati programmamiz bilan alayda hamkorlashgan. Mush munosabat bilan programmamizning tajdorligini o'z ustiga olgan, shundaqla hamkorlashgan barliq shirkatlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla bundan keyingi barcha ishlarga utuqlarni tilaymiz. Rahmat sizlarga.
Ekran aldırık qadrli görürmənlər, tordaşlar onda bolsa əmdi səhnimizdən yarışçığı bolğan bizdən yetəkçi ustazlarımızı tanışdırıb etmən. Diqqətlə tanışdırışımda bolsun. Mən Fancy markasının qurğucusu Minəvər Məmməd. Mən 6 yil ilgari nurg'un gumonlanish va qarshiliklar ichida igilik tiklashni boshladim. Men bu jarayonda shuni bayqadimki, men bu qilolmaysa degan gumonlanishlar ichida kurash qilib o'zimni o'zgartib qolmasdan, balki menga o'xshash igilik tiklash orzusi bor nurg'unlagan kishilarning orzusini amalga oshirishga yordam beraldim. Siz faqat o'zingizdan olqiy olgan vaqtda anan lekin haqiqiy g'alaba qozonishga aylana olasiz. Bugun sizning kim bo'lishingiz muhim emas, balki kelgusida sizning kim bo'lishingiz hammadan muhim. Mən Ubul Həsən Ubul Qasım. Bir karxana bazarda putirab turman, sicil taraqqiy qilaman deydigan davr qadamiga ergishish kerak. Hozir mikro video, torda naq maydon ko'rs, mal setish intayin moda bo'lmoqda. Bizmi algı ilgilishimiz, davr qadamiga moslashimiz kerak. Tor davridagi har bir sekund bizning real turmushimizga inchki nuqtalarga ta'sir ko'rsatmoqda. Menda yangilikqa intildigan, algı atlanadigan yurak bor. Men bilan birga algı intildigan o't yurak yoshlarni izlab keldim. Undaqda men bilan birga safarga chiqishga tayyorliginglar bitdimi? Mən Xədicə. Birinci dövrdə asasi sözləşiş əməlgə aşırılğan. İkinci dövrdə qaranlışını əməlgə aşırdıq. Üçüncü dövrdə sürət və yazıq dövrü gəlib kirdi. Dördüncü dövrdə biz mikro video dövrü kirib gəldik. Beşinci dövrdə sürət, işenç həm fürsətki solğan bevas tarqıtış dövrüge qadam aldıq. Ondaq sizning tayyorlig'ingiz bitdimi? Mən sizni səhnədə saqlayman. Mən Nurmammet muallim. Bevas ko'rsatib moslatish bo'lsa, hozir davrga moslashgan eng yuqori unumli moslash usuli. Biz hozir uydan chiqmay turibla eng azam, eng qulaylik mahsulotlarni bevas ko'rsatish uydan sotib oldik. Shuni ko'rishga bo'ldiki, yangi iqlim bizning orliqimizni mislsiz darajada yaqin qildi. Buning ichidagi har xil sirlarni bilgingiz bormi? Men buni sizga sahnada o'rtoqlashay. Bizning darajadan tashqari tor cho'lponlar programmamizning har bir sonda biz uchun ajr singdirayotgan, bizga o'zininki tajribalari orqali, erishgan bilimlar orqali mehnat yetkazayotgan suyumlik cho'lponlarimiz bor. Endi cho'lponlarimizni tanishtirib o'tman. Men Xasiyat Qurban. Men bu ömrümni televiziya ishlari va san'at ishlari uchun beg'ishladim. Shundaqla bir umr xalq kulki ato qilish uchun to'xtovsiz turda tirishdim ham tirishyapman. Men nurg'unlagan utuq qozonganlarni ko'rdim. Shundaqla utuq qozonish uchun o'zliksiz turda tirishayotganlarni ko'rdim. Jamiyatning taraqqiy qilishiga ergishib, davrimiz yoshli to'limi qaltis. To'limi qobiliyatlik, to'limi tirishchan. Men bu sahnaga ana shu tirishchan yoshlarimiz bilan o'rtoqlashish uchun keldim. Qani amsa men sizlarni sahnada saqlayman. Muzika mening qiziqishim, muzika mening ishtiyoqim, muzika mening hayotimning davomi. Bir muzikant bo'lish sifatim bilan men har qachon eng yangi melodiya va yangi iqlimga ergashsam deyman. Yangi davrdagi yoshlar bilan do'st bo'lsam hamda sirdoshsam deyman. Shuning uchun men bu sahnaga keldim. Men bu yerda sizlarni kutaman. Men Keramjon Mamatali. Endi programmamizni boshlash oldi turmoqdamiz. Endi musobaqamizning qoidasi qanday deganda, eng oldi bilan birinchi bosqichda o'zining mahoratini ko'rsatdi. Ikkinchi bosqichda bizning ekranimizda bugun bizning mushu naq maydon rayonimizda, ya'ni to'rda naq maydonda bevosita ko'rsatishga o'xshash berilgan vaqtning ichida shu mahsulotni setib chiqardi. Bizning mushu 90 sekundlik berilgan vaqt ichida agar ifodasi yaxshi bo'lsa, bizning ustozlarimiz, ya'ni yetakchi ustozlarimiz shu tor cho'lpinining qobiliyatini e'tirof qilgan bo'lsa, chiroq yondirdi. Chiroq yondirgandan keyin eng halqiliq bir bosqich bor. U bo'lsa-mu, sizlar tanladinglar. Sizlar tanlaganlar bilan shu tor cho'lpini sizlarni tanlamamdi. Bunimi biz bilmaymiz. Tor cho'lponlarimiz telefon, yonfon orqali bevos ko'rsatish ilib bordi shundaqo. Ya'ni to'rda naq maydonda bevos ko'rsatish orqali mal sotdi. Bugun o'xshamaydi. Bugun telefon yo'q. Apparatlar bor. Undan boshqa yetakchi ustozlar bor, cho'lponlar bor. Bugun o'zining haqiqiy karomatini namoyon qila olamdi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar unda bo'lsa, endi maydonga chiqadigan mahirimizni taklif qilamiz. Qani, marhamat. 想要
这里的葡萄干我们不会给你们发货，我们在葡萄干先出以后才能放到你的手里，所以你们放心的吃。新疆吐鲁番葡萄干原产地。Makanim Turpan mening tug'ilib o'sgan ona yurtim. Men Turpan qizi Aynurgul. Men to'r afzalligidan foydalanib Şinjanning go'zal manzaralarini, chiroyli tushunchalarini, sapaq uzumlarini to'r masallarimning huzuriga sundim. Bu jarayonda shuni his qildimki, Şinjandagi yaxshi mahsulotlarga taqozo bo'lgan to'rdoshlar to'liq ko'p ekan. Men darajadan tashqari to'r cho'lponlari sahnasi orqali kasbiy bo'lgan to'rni naq maydonda ko'rsatib, mal sotish mahoratini o'rganib, Şinjanning go'zal manzarasi va yerlik mahsulotlarini texnik ko'p kishilarga tavsiya qilish uchun keldim. 有多少传说在说着你我，有多少欢乐被时光淹没，有多少真爱被世俗阻隔，有多少祈祷汇成了江河。吐鲁番，吐鲁番，故事讲不完。吐鲁番，吐鲁番，人间的温暖，一座火焰山。 就在吐鲁番，一条葡萄沟，天过半边天，一片爱丁湖，装满了幸福，一条条河路，越走路越宽。吐鲁番，吐鲁番，穿越4000年，吐鲁番，吐鲁番，人间的乐园，路是幸福的路，记了人在旅途。 在何处？四方爱在冲突。吐鲁番，吐鲁番，故事讲不完。吐鲁番，吐鲁番，人间的温暖。天上红河谷就在吐鲁番，玄奘讲金堂，闪闪神仙湾。回到吐峪沟，遇见了从前，千年看而今，水海那样甜。 吐鲁番，吐鲁番，故事讲不完。吐鲁番，吐鲁番，人间的温暖。吐鲁番，吐鲁番，穿越4000年。吐鲁番，吐鲁番，人间的乐园。 Turpan kızı. Aynur, qarşı alımız. Ustazlarımızga, körmenlerimizge salımınızı yetkizib ötken bolsanız, merhamet. Naq maydandagi baholg'uchi ustozlar, ekrandagi to'rdoshlar, ko'rmanlar, manglarga Turpan qizi Aynurdan o'tliq salom. Rahmat, mana chiqiblar hammamizdan ko'ngilni tutib oldi ya. Tunuşturuşu ham bek mühimcimiz. Birden dolamış ko'ngilni tutib oldi ekansiz, tutib oldi ekansiz. Hamda bu Aynur haqiqiy ismi jismiga loyiq to'r cho'lpon desak bo'ldi. Eng tez vaqtning ichida yangi yuzlanishga agishib, iqtisodiy kirimni yaratgan. O'zingiz deb bering, Aynur. Men shu 2019-yili telefonimga fashion tushgandan keyin bu to'r dunyosida rangarang narsalarni ko'rdim-ku. Men berib boqmagan shaharlarni, yeb boqmagan mevjudlarni. O chaqda bizning uydagi uzumlar toz pishib ketgan vaqtda-ku. Tuyuqsiz o'ylab qoldim. Men shu bizning uydagi uzumlarni tatib boqsam qanday bo'lar deb. Shu o'zim mana oddiylam tatib shpilan chiqargandan keyin o'zinglarninki teklar bor, shunaqmi bu yerda? O moyada. O moyada mana. Anikin o qisqa filmlarninki ko'rish nisbati bek tuyuqsiz esketdi-ku. Bir haftaning ichida 30 mingdek shu pintozlar yig'ilib qopti. Shundan men ko'rib qo'shilib, teg'imdimni tatishib boshladim. O chaqda bizning uzumlar toz üzüm qurtadigan vaqt o'zga qoldi. Shu kunda üzüm shu 45 gradus issiqda üzüm izgandim tatdim, osqandim tatdim. Asa qilib bir oy ichida behchi xat kelib ketdi-ku. Bizning üzümlarni yigimiz bor deb bulubmu ko'pincha mush ishkirdagi yo'ldoshlar, anikin Şinjandagi do'stlarimiz. Shundan keyin shu bir oydan keyin o'zimning to'rdagi kichik do'konimni ochdim. Men shu Baidu, Douyin, anikin Kuayshu 3000 taydan foydalanib 1,5 yil bo'ldi endi bunday hisoblaganda 50 tonna yaqin üzümni setib chiqardim. 50 tonna? Endi bugun men fursatda men sahnaga kelishimdagi maqsadim, men burun setish bilan hech qanday shug'ullanmay bevositalam kirib ketganchu. Anikin o'ylayman, har qanday odamning mol setishi hatto o'ziga xos cho'qim bir xoslik bo'lishi kerak-ku. Mush ma'lumotlardan jiqaroq narsani o'rganib, qanday qilganda teg'imdimi jiq narsani setishni o'rgangil keldim. Chep yaxshi, yana bir baldaq o'rlay deb o'ylabsizlar.
Aynur haqiqiy ma'nodagi mana Şinjanning sayohatchiligini, Şinjanning yerlik mahsulotlarini tashviq qilayotgan bir yaxshi ko'rik bo'lib o'tibsiz-mu? Endi ustozlar nima deydigan anglab baqaylik xasiyatida. Men sizdan ko'rib olgan narsa siz shu usul o'ynagan oltingiz astoydilligingiz. Mush kiyimingizdan tatib dovjugicha men atayin necha qitim chiqib tushgan jarayon ko'rdim. Üzümni oyoqqa olsizmi? Qarab qo'yib o'tib ketdim. Üzümni yana qilib o'ngshab qo'ydi. Yani birdan unda ko'zimning quyruqida qarab bir necha kontak tudim. To'samda qarab qo'yib, yana üzümni yana ratlab, yana odam har bir ishni qilganda mayli qaysi ishni qilsak, ashuna ko'ngil bo'lib astoydil qilsak, uning natijasi chiqadi. Mana demak, bu xon savdo bilan shug'ullanib boqmagan deydi-ku. O'zi ko'rib, jibolni ko'rib, haqninkini, boshqalarnikini ko'rib, yaxshi ko'ribdi, uni qilib beqibdi, qilgandimi astoydillik bilan qilib, ham izchillashtiribdi-ki, mana 1,5 yil ichida natijasini ko'ribdi. Bundan keyin sizningki, bizningki Şinjanninki mahsulotni texmi ko'plab ichkir o'lkalardagi qarindoshlarga tanishtirishingizni, Şinjanninki sayohatchilik ishlarining texim taraqqiy qilishiga oz-to'la hassingizni qo'shishingizni umid qilaman. Rahmat, çok shunday qilma. Bu bir aqlli qizganchu. Bir uyda shuncha bir chechan deganni ko'rdik bugun. Chechan qiz deymiz. Masalan, sizlarning bog'dagi uzumning hammani siz aş to'g'ri orqali setib o'tamisiz yoki u bir qismini mi? Oldidagi yaxshi qismini. Do'st siz narsa qo'g'day chumur uzum oldim ashus. Nachirni mashina qurib sotdik. Yaxshirog'ini biz to'g'ri deb oldik ekanmiz mana. Internetni oldin qator qo'yibsiz. Yaxshi bo'pti ukam. Aynur, endi ekranimizda bizning keyingi bosqichimizda ilib berilgan mazmun bor. Ko'rib baqaylik. Aynur uchun voye mana kunda quvvatgan ish tursa bu. Turpan kishmishi. Qani, marhamat Aynur. Maqul. Dostlar, yaxshimisizlar? Sizlarning bugungi bevosita ko'rishga kirganlarni qizg'in qarshi olma. Bugun men sizlarga bizning o'zimizning uyda tabiiy quritilgan uzumni olib keldim. Qaranglar, yig'inglar kelyapti. Biz bu uzumlarni qanday quritdik degan vaqtda biz 45 graduslik issiqda uzumlarni uzib bo'lgandan keyin bizning uzum quritish uyimiz, ya'ni tushunchaga kirib osimiz. 30 kundan 45 kungacha bo'lgan oraliqda o'l uzumning hammasi quruq uzumga aylandi. Bizning turpan hammamiz bilamiz shunchalik issiq, havo klimati qurg'oq, kecha bilan kunduzning farqi cho'ng, shamoljiq, uzumning qanot miqdori yuqori, uzum quritishga eng mos kelgan joyning biri. Bu bo'lsa bizning turpan uzumning birdan-bir alaligi. Bizning turpanda 200 xildan ortiq quruq uzum bor. Har bir xil uzumning rangi, ta'mi, hatta ozuqlik qimmati o'xshamaydi. Men bugun sizlarga bo'lsa 3 xil uzumni olib keldim. Qaranglar, bu bo'lsa bizning qizil ishbor uzumimiz. Yegan vaqtinglarda og'zingizda bir xil ishborning ta'mi taraydi. Bu bo'lsa bizning sayvi uzumimiz. Bu üzümning ichida bo'lsa urug'i. Sizlar urug'i üzümni yeb boqqanmi? Yiginglar ko'tamdi. Ma bo'lsa bizning yeşil yaqut üzümimiz. Qaranglar, garchi bu sal kichikroq bo'lgan bilan bu behtatliq. Yigim ko'tamdi, sen yiginglar ko'tamdi. Ko'tamdi, yigimiz ko'tamdi. Bugun sizlarga kelganim ma'lum o'xshash 3 xil üzüm. Har birining ichida bir xildan bor. Ma bo'lsa qizil ishbor, ma bo'lsa yeşil yaqut, ma bo'lsa bizning sayov üzümimiz. Bugungi bahosi bo'lsa 25,9 mo. Bütün mamlakatga kirasiz. Almoqchi bo'lgan do'stlar, o'ng tarafda seriq rangli do'kon bor. Sizlar ichiga kirib olsanglar bo'ldi. Bo'ldi, vaqt tashlaydi. Rost yigimizni keltirib o'tdingizmi? Men bir xil üzümni men kunda yeyman, bo'lmasa yana bir xil ko'rsatgan vaqtingizlamchi sho'lga kelib ketdi deyman. Sal turib damog'ach yeb o'taylar. Mana mushu sizningki hunaringiz desak bo'ldi. Yaxshi, yaraysiz. Qani, ustozlar endi sizlar keldik. O bilasan. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka. Endi mushu internet supsida statistikaga asoslanganda bizningki mamlakatimizda bütün memleketi setilishda Şinjan 2-birinchi o'rinda turdi ekan. Setishda eng oxir ekan. Keyindan sanab 2-chi ekan. Siz endi mushu internetdan foydalanib 50 tonna uzum degan nihoyatda cho'ng son endi. 50 tonna. Mushu hozirgidek 500 grammdan 1 kilodan satsak, nurg'un odamga satasiz. Bizningki Şinjanninki tabiiy mahsulotlari haqiqatan ko'p. Ham qiziqadiganlar intayin jiq mamlakatimizningki. Ben sizi yana damlab, bunu qilibsiz, bunu qilib jiqqa qilishni hojati yo'q. Ammo mushu suratni saqlab qilish, chekinmay, oz qadamda ish mansaqni shuni saqlashga intayin muhim.
Bo'lsa men sizga yordam qilib, buningdan keyin qanday qilsak, texmi shuni saqlab qolg'ili bo'ldi. Birinchidan, qanday qilsak ashug'uli bo'ladi. Mush jihatda yetaklab mangay. Rahmat. Rahmat. Bugun men natijalaringizni ko'rib shunda faxrlandim sizdan. Hem siz mush nurg'ulg'an yoshlarımızga iyilik tiklemoqchi bo'lgan mush internet orqali siz bir ulgu olaydi ekansiz. Hem nurg'ulg'an adam qilolmayman, etenmayman deydi. Siz dastlab qilgan vaqtingizda hech qanday o'y fikr yo'q. Bunday qilib qolsangiz nurg'ulg'an adam ko'rib, nurg'un mastanlarınız yig'ilib, shu tug'ilgan bir o'y fikr bilan mana mushkul natijalarni qo'l keltirdingiz. Bu internetdagi mana shunday narsa. Nurg'un narsa iqtidorning sirtida yuz berdi. Nurg'un cho'ng tutqundan hammasi. Faqat bunda izchillik bo'lgandilar. Nurg'ulg'an adam qilolmayman, etenmayman deb qo'ysanmaydi-ku. Mana siz hozir faqat izchilligingiz bilan, astoydiligingiz bo'yicha menapsiz. Andan bayatni yana bir gapni qildingiz. Men bu o'zimizning beg'ining uzumini eng yaxshilarini sotaman deganingizga texmi suyundim. Bu nimadan derak berdi desangiz, bu mastanalaringizga mas'ullik atibsiz. Ular qaytalarni istimal shakllanmasa, sizning so'yadingiz bir qitim bo'ldi, yana keyin tugaydi. Demek ular dastlab yaxshi malni topshirib oldi, keyin texidimmi yaxshi ko'rib, ko'proq mahsulotlaringizni setib olishi mumkin. Demek sizda kelgusi deydigan narsa bor degan gap. Intayin yaxshi asosini sepsiz, bundan keyin texidimmi sistemalik holatga ko'tarib, texidimmi yaxshi qilishingizga tilakdoshman, hamishinima. Rahmat sizga. Shu setishni san'at darajasiga ko'targil bo'ladi deb ustozim menga shunda degan. Shu setishni san'at darajasiga ko'tara oladigan shunday bir holatni men sizdan ko'rdim. Ondan siz eng yaxshi mahsulotlarni, avval eng yaxshilarini to'rda sotdim degan so'zingiz menga bek ta'sir qildi. Shu biz odatda to'rda azam mahsulotlar setildi yoki sifatsiz mahsulotlar to'rda setildi deb o'ylab qoladik. Bo'libmi shu Jiboda setishda azam mahsulotlar setilgandan keyin sifatsizroq narsa ko'p chiqadigan bir qarash bor deydi. Shu so'zingiz nurg'ulg'an iste'molchilarning ko'nglidagi to'rdan sifatsiz narsa yeb qolamiz degan shu andishasiga bek yaxshi javob berdi. Hatto meni xotirjam qilib atdingiz. Men bu ilgari shu to'yindan 2 yilning oldidan necha qatim bir narsa bir qatim elib kelmadim, faqat topamadim malni. Keyin olgan mahsulotni men ishlatmagan-ku. Shundan keyin demek bunun qiliblishiga vaqt ketadi degandim. Shu tarafingizdan intayin bek suyundim men. İsmailxon texim bek xotirjam qilibsiz. Rahmat. Lekin siz mushu texnik kelgandan keyin men bayam ko'rib 1,5 yil ichida 50 tonna üzümni setib etdim degandan keyin siz cho'qim bir ma'lum darajaga chiqib bo'lgan odam. Hamda mushu texnik kelishingizda cho'qim biz bayqayolmagan ma'lum miqdorda bir bo'shliq bo'lishi mumkin o'zingizda. Shu bo'shliqni to'ldirish uchun keldingiz deb o'yladim. Lekin bu bo'shliq mushu texnik orqali cho'qim to'ladi. Ko'nglimdan, butun vujudimdan chiqarib turib, mushu korxonalashtirishingizga yordam bera olayman, ham xohlayman. Kim chiroq yondirdiki? Qaysi ustozni tanlaysiz? Menga juda tez ko'rdi. Mening bugun tanlamoqchi bo'lgan ustozim bo'lsa Nurmamat Malim. Keyingi mayirimizni sahnimizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Tor dünyasının tez sur'atda taraqqiy qilishi davrimiz yoshlarga fursat ham raqobatni tangilib keldi. Men yetilayotgan yosh aktyor Musaja Yasin. San'atga bo'lgan o'tdek ishtiyoqim, komediyaga bo'lgan qiziqishim meni bu sohaga boshlab kirdi. Tarqatgan qisqa videoim tor dunyosida olqishga erishdi. Bu mening arzu-armonlarim yo'lda to'kkan tarlarimning mehnatidir. Fursat va olqish tirishchanlarga mansubdir. Men darajadan tashqari to'r cho'lponlari sahnasiga qanday yangiliklarni olib keldim va qanday ish to'g'risida keldim, qani diqqatingiz sahnamizda bo'lsin. Musacan kuşnamın etin oluye Minin etim Musacan kuşnamın etin oluye Uruşmayımız sokuşmayımız Çin yürekten pın yolu Uruşmayımız sokuşmayımız Çin yürekten pın yolu Ayyo yar yo Çıttak
taksida ashyan ko'zida xo ayyo yar yo chin taksida ashyan ko'zida xo hey sho bir meydan usulga tartayım aka dostlar bilan o'ynaymiz mangu inoq o'tkaymiz dostlar bilan o'ynaymiz mangu inoq o'tkaymiz biz chin do'stlar ko'rishganda kelin og'ina xov deymiz biz chin do'stlar ko'rishganda kelin og'ina xov deymiz ayyo yar yo chin taksida ashyan ko'zida xo ayyo yar yo chin taksida ashyan ko'zida xo akşam beni bu programı katlaşmada ben mi demle düştüm lama Çavcı Wang Hong degan programı ben tutsa Rindi kesa das rindi Memma Ciddi bazar şanlaydı Bazar şanda meyliken Ciddi bazar şanlaydı Bazar şanda meyliken Biz chin do'stlar ko'rishganda pijuhumjo bo'lsken Biz chin do'stlar jam bo'lganda pijuhumjo bo'lsken ayyo yar yo chin taksida ashyan ko'zida xo ayyo yar yo chin taksida ashyan ko'zida xo Dostlar bilan o'ynaymiz mangu inoq o'tkaymiz Dostlar bilan o'ynaymiz mangu inoq o'tkaymiz Biz chin do'stlar ko'rishganda kelin og'ina xov deymiz Biz chin do'stlar ko'rishganda kelin og'ina xov deymiz ayyo yar yo chin taksida ashyan ko'zida xo ayyo yar yo chin taksida ashyan ko'zida xo chin taksida ashyan ko'zida xo Ekranlardaki qadrli ko'rmanlar to'rdoshlar, shu to'r cho'lpini desilam, bir so'z bilan to'r cho'lpini bo'p ketgan, inimdiki bu yigit ya'ni nada? Diyamidim toza yaxshi. Yo'q, shunday yaxshi chiqdi. Qanday deydi? Nada? Nada? Mana mushu yigit ko'z oldimizga keldi. Haqiqatan biz endi mush programmamizda suratga olish jarayon deb o'tdikda, to'r cho'lpin degan mushu to'rda ma'lum bir harakat orqali yoki ma'lum bir so'z orqali shu moda bo'lib ham to'r cho'lpin bo'lib ketdi ekan. Tipik misoli, ulgisi bir nada bilan lam. Memma Bundan keyinde çoxum hikoyalar bo'lishi mumkin. Ekran oldiga ko'rmanlarimiz mush bir nadi bilan lam to'g'ri cho'lpin bo'lib ketdi, ajab talaylikka osonlam cho'lpon bo'lib ketdi deb nurg'un savollar bor. Menda shu savollar bor. Oldi bilan bir salom berib o'tamdik Musajon. Yaxshimisizlar, bog'liq ustozlar. Shu bog'liq ustozlar bir sende bugun şeyde yüz güreşkinlikimde intan xushalman. Men Qashqar san'at maktabining aktyorlik kasbida o'qidim. Onundan keyin Sana şu yanның çoğunlar marif aktörlük kasbida o'qidim. Nada degan so'z bek oddiy, boshqalar ig'iz deb yurgan gap bu. Buni men yozgan vaqtimda bek burun yozgandim, yezib qanday bo'lib ketaymi shu deb o'zim oddiy bu. Men o'zim oddiy narsaga muroq o'qishga oldin qilib boshlagandim. Naqmush chapay shu. Oltiranglik chapanim. Mush chapam mening qonitimda ko'p qoldi hozir. Bundan keyin hamda hozir bu nadaning 3-bölümünü işleyimiz deb turdik. Obrazınız uchun almashtirishni o'ylab baxtingizmi? Nadadan? Lekin bu nadadan ayrılib qolsam, bir xil o'zim bir xil bo'lib qolmay. Agarda endi nada bir kuni unutilib ketilib qolsa, tayyorlig'ingiz bormi? Tayyorlig'im bor. Qanday tayyorlig'ingiz bor? Hozir deymanmi? Ha, mishada. Hozir deysiz. Shunda uning yaqin mishada degan bir ishlarmi? Ha, uni uçaqdim, yani bir yangilik chiqdi demakchi, shundaqmi? Xosiyatida. Musaja. Menma? Yaxshimi? Ha, men texi sizmiş kasbda o'qib ekansiz-da, shu bir yeri bor. Shu. Abay savolni bek yaxshi so'radingiz. Sizmiş nadada to'xtab qolmoqchimi yo boshqa narsa ishlamoqchimi? Ishlaysiz, ha? İşleyme. İşlaydi, lekin yana
ishlagan narsasi unutilib ketib, yana shu nada qilib qolishi mumkin. Buna bir misol beray. Men o'quvchi vaqtimda Zivar qetiqning etotini ishlagan. Tunji qetimliq etotim shu. Birinchi etotim tun saniga chiqishim. Men onundaki o'qish bitdim, nurg'un kinolarni ishladim, nurg'un o'tganda bir sanab baqsam bir 50-60 ga yaqin etot ishlabdim. Hammasining mazmunlari yaxshi-ki, bir boshdan bağlarını körüp baktım. Voy ma etot bakkan go, voy ma yaxshi chiqibdi ekan deb. Lekin ayni vaqtda shu asarlarim qo'yilgan vaqtda nurg'un tomoshabinlar shu vaqtdagi inkas bek yaxshi bo'lgan. Lekin ma'lum mazgil o'tib ketgandek kelar unutilib qolib, yana qaytib zivarga kelib qolaman. Eng oxiri bu oyli qarangni ishladim. Bir mezgil saniye ma'lum bo'ldim. Saniye ma'lum bo'lib, of, oxir qutuldim ma zivardan desam, yani ma'lum mezgil o'tgandek kelar yana qaytib zivarga kelib qoldim. Voy bu zivardan men faqat qutulmaydigan o'xshayman deb Qashqay hikoyani ishladik. Onunda Xalchixon obrazini yaratdim. Zivar bilan yaqin obraz o'chish. Kino qo'yilgan shu mezgildalam shu vaqtning o'zida yana Xalchixon bo'lib qoldim. Voy Qashqay hikoyasi Xalchixon. Faqat uzoqqa bormadi. Kinoning oxir qismi tugab bo'lguncha mening ismim qaytib zivarga kelib bo'ldi. Şunun o'xshash, tomoshabinga tunji bergan bizningki ta'sirotimiz shu bek muhimkin. Shunlashqa siz hamda nada to'xtab qolmay, men u asaringizni ko'rdim, keyingi asarlaringizni ko'rmabdiman ya diqqat qilolmay qoldimmi? Shu nadan ishlang, mishadan ishlang, hamsi oyadan ishlang, bo'lmasa doyadan ishlang. To'g'ri. O'zgartib turing, to'rda san'atni satsak bo'ladi. Özümüzde bana nərsini satsak buludu, yox nərsiga eslib olmayı. Avazımız bo'lmasa usta o'ynasak bo'ldi degandekchi. Yani çoxum naqsha aytdim deb Gulsha ishkimizdek chiqib olmay. Bizga yaxshi aytdik. Voy, bek yaxshi aytdik. Keramjon. Musaja inim sahnimizga yaxshi kelibsiz. Bu Musajanning shu biz degandek Nada degan filmini men tunji ko'rganda, men rostga qo'tman emasmi men bilsiz. Tunji ko'rgan vaqtim uyshib qolganda bu bolaman. Ilq telefonni munda tutishi va. Nada deb munda. Meni uxlab qoldi-da deb. O'tga ko'rib ajab tishimni qirishtirdim o bola deb men. Men o'zim ilqimda siptiroq o'g'ini bilan mijozim qo'polchi g'ay vaqtida. So'ng Oğulvaldan qo'pol manda oğulvaldek narsa ishlamayman. Neden deb ovozini inchiklashtiribdi debdi ekanman. Keyin men omara qolib qoldim. Qanday desanglar, amniyatda bu san'at bozori yoki to'r dunyosi bo'lsin, chovushiga o'xshaydi ekan-ku. Hatto har xil mahsulotlarimizni achiqib tizdik ekanmiz. Tizsak uni yaxshi ko'rdiganlar setib oldi ekan, yaxshi ko'rmaydiganlar qo'yib qo'ydi ekan, yana birisini setib oldi ekan. Oxiri bu inim o'zining tirishchanligi bilan meni qoyil qildi. Nadaning oxirgi bölümlerini ishladi, mukammallashdi. Endi mening o'ylaydiganim bo'lsa, shu abay xosiyat adam degandek bu nada degan bir ko'zur markasi endi. Shu markaning hayisini cho'nqirlashtirib, mazmunini cho'nqirlashtirib deganda sizning inchki ovozingiz sal qimmatli ko'p ketsin mening maslahatim endi. Rahmat. Yo'q, hozir demaymiz. Hozir inchikilashmaslik kerak, qimmat ko'p ketsin deganim. Buni oz chiqiring, tushunami? Shunda biz ajab bir nada yoki rahmat deb basi bulutni tegizib o'tib, yomon vaqtda bir desangiz biz ajab payz deymiz. Agar shu inchikilatadigan ovozingizni jiq ishlatib olsangiz, balkim biz azroq to'yib qilishimiz mumkin. Shunga mening maslahatim shu zarur vaqtida shu ko'zuringizni ovozingizni bir chiqiring, inchik ovozingizni nadadan biz hayron qilaylik, jiq vaqtlarda o'zingizning mardona qiyofatingiz bilan turib bersangiz, inchki ovozni muhim vaqtida ishlatib, boshqalarni bir hayron qoldiradigan, kuldiradigan vaqtda ishlatib qilsak bo'ldi. Masalan, bir yumornimi, shu yumor mas keladigan so'rinda desak, hammadan kuldi agar shu yumor mas kelmaydigan bir ko'ngil yerim odamlarning orasiga so'zlab qolsak, hech kim kulmaydi. Shunga sizmi shu so'zingizni shu eng iliqi kuladigan nuqtasini tepib ishlatishni bilib olsangiz, texnik bir qadam ustiga ilgirlaysiz. Uning keyin naqsh etdingiz bu ya, naqshingizni aytdi, yaxshi bo'ldi. Bo'lsa, naqshida ilgirlash bo'shlig'i etot qaraganda ko'proq uyg'unishga tegishli narsa texnik ko'p. Kerak bo'lsa, bizning inimiz kelsangiz, Keramjon aka deb tanishib qolsangiz men bilan naqsh to'g'riliq,
müzik to'g'riliq masalasida fikrlashgan ishlar qolsa, meni qo'llab ko'ksimda fikrim, texmi tirishim. To'yingda qanchalik pintoz bor? To'yinda 250 ming olacak. 250 mingdan jiq. Undan boshqa qay shoularni o'ynatamsiz yoki? Onundan 150 ming olacak. Bivas ko'rsatish ilib bordingizmi? Epadim, ne çıkarttım epadim, lekin şu 150 minglik ya bilinmey kaldım mı kanda Cibonun kanda cari kıldırıp mağdur işini. Bu mu bir kesip emasmi, yan kesip bo'lgankin, buni mi öğünüşümüz gerek, düşünüşümüz gerek. Hamda bugün bir basqıchımızda çok olmuş bivas ko'rsatish meydanımızda maharet ko'rsatgan gap Musajon. Maylimi? Amsa hozir ekranimizni ko'raylik. Tunishtirdigan mahsulotingizning ismi chiqdi. Bivas setish rayonimizda setib bersiz. Qani unda bo'lsa mana Abida meva choy ichimligi. Ben amrak sutda bu Abida. Ajab yaxshi. Unda bo'lsa shu xosligingiz bilan, shu obrazingiz bilan, hammamiz yaxshi ko'radigan qiyofatingiz bilan tunishtirib bergan bo'lsangiz, qani marhamat. Yaxshi bizlar bizning Cibonni ko'rib o'tirayotgan barcha aziz do'stlar, menki nada dinamolab o'tib salam. Biz hozir sizlarga tunishtirmoqchi bo'lganimiz Abida markasidagi Abidaning yurishlik ichimliklari. Abidaning yurishlik ichimliklarini qachon sizlar ichib baqqan, Abidaning shu ishga vaqti gardida qildig'ini, shu Abidaning gazliq ichimligi. Hozir tunishtirmoqchi bo'lganim mana mushu. Naq mushu shu. Buni ichsangiz sizni nurg'unlagan huzurlarga bag'ishlaydi. Mana bu Abidaning shaptul ichimligi. Mana bu limon, mana bu ürük. Bu bana en yakın. Bu benim sopsarık altındaki tuğunu Abidaning limon içimliki. Yok. O deme. Neydi? Ürük içimliki. Bunun parça setiş bahası 5 yen. Top ip kalsanız 3 koy 5 mi? Eğer siz lazım bulup kalsa neden? Siz memma deb ne xavatlık yetkizimiz. Eğer de başka temler lazım bulup kalsa bizge gar telefon kılısınız. Ben şirket gidip şirket yasımızın özüm çıkarıp birme. Yeni vaqt var, azırıq vaqt var. Davamlıq. Yani Cibonni çıkıp etmek görüp duran vaqt varken, anda olsa denizden penşan qilib qo'yinglar. Abidaning yaxshi maslahatlar var, lekin men chapanimmi bajmi? Bu chapanni kiysangiz, qadi qalsingizmi to'nglamaysiz. Rindilarcha, rindi markalik chapan. Mana haqiqiy jung. Yeni balkan vaqtda davamlıq. Yeni balkan chiqib ketmay turib turinglar. Hozir bizning yana tunishtirmoqchi bo'lganimiz, yana qayta bir tunishtirib o'tay. Abidaning shaptul ichimligi, shaptul meva tamlik choy ichimligi. Yana birisi ürük demlik, yana birisi limon. Toshdi, vaqt toshdi. Ay xili kasbiy satdingizmi? İstemi? Ha, rost. Endi xo'sh bo'lsin deb emas. Biz xili qiziqdik, bizni jalb qila oldingiz. Shuni o'zi ham de sizga bir alayidlikda afzallik. Yaxshi. Menmi darajadan tashqari shiddatli to'rchi olpin degan yakap, menmi o'zim tutib olmay qolibdi men. Asosan darajadan tashqari bo'lsizda programmamiz qatnashgankenda, qani unda bo'lsa bizning ustozlarimiz nima deydigan anglab baqaylik-a, Musajon. Ma'qul. O'zingiz kulmay turib boshqalarni kuldiradigan bir iqtidor bor ekan sizda. Ashtami? Ashta? Nayt bir xo'shallik beg'ishladingiz bizga. Ishqilib pilqi o'zingizda qarasa shuna bir ig'ir besiq ko'rinsizga, ammo hammamizga shuna bir xo'shallik ato qildingiz. Boshqa yeringizni uni buni demay turay, naqshlaringizni nayt yaxshi huzurlandik. Lekin bu yamqi chibo qilish jarayoningiz, ilqi chibo ichib baxmagan yoki mal setib baxmagan odamga faqat o'xshimdi. Intayin kasbiy ham shunda bir qiziqarliq, yumoristik holatda chibo jandiki shu odamlarni tutib turish iqtidori intayin kuchli bir chibo bo'ldi deb o'yladim. Shuningga siz agar shu chibo tayqo qilish jihatda tarbiyalansangiz, cho'qim eng yaxshi chibo bo'lib chiqa olasiz. Rahmat. Yaxshimisiz, Musajon? Yaxshimisiz. Siz rayonimizdagi Purshoq apandimga o'xshaydi ekansiz. Menmi? Voy, unda o'z yaxshi ekan-ku. Haqiqatan hamda bu menmi dastlab ko'rganda shunda hayron qolgan. Keyin o'qsam sizningki bir necha qatim televiziya programmalarida Cibolni ko'rgandan keyin sizningki shu kasbiy bir aktyor ekanligingizni bilib, bu to'g'ri ekan, qozonda bo'zi chumishga chiqadi ekan deb tushungandim. Hozirmi sizning 250 ming funksiyonlaringiz bor ekan, bu siz uchun nihoyatda cho'ng bir boylik. Bo'lsa kasbingizni nihoyatda qadrlab, yetaklab mangsak natija qozona olasiz. Qanday bir yordamlar bo'lsa, izlab kelsangiz, qo'limizdan kelgancha yordam qilib sizni yetaklab mangamiz. Rahmat. Mush to'yliqning ash rixida mush chapanni bir tikib bersanlar. Chataq yo'q, bo'ldi. To'yliqning rixida pason chiqmishlar bo'lish kerak shundami? Mush pasonda to'mirda qilib tikib bersanlar. Bo'ldi, chataq yo'q. Men qilib beray ras. Bo'ldi. Rahmat. Musajon, yaxshimisiz?
Men yaxshi. Bayatım maçapanını giyip çıksan tığım, imdat to'ngap ketkendi bu balda tükenmez. Hikayang maçapandigina bu. Ha, şu muşapan bilan tunulgan emasmi? Bu chapanni bir qitim yuvib boqmadim men shu vaqtga kelganda ham. Bu juma nima qilsiz shu buni? Buni yuvsam bu vaqtga puraqlar chiqdi ekan. Musajanniki muştuqqa qarab, men natijasiga qarab nurg'ol adam deydi. Bir kun ichida futuq qozondi, bir kun ichidan nom chiqadi deb qaraydi. Amlet unda emas. Sahna ostida qanchalik tirishqanligini yuz bildigan kasbimmish iki. Demak, amlet futuq deydigan narsa mana shunda jug'lanishdan paydo bo'ladi. Herkesimi to'satilib to'kidilib paydo bo'lib qolgan narsa emas u. Bu birinchisi. Endi keyin bu satqa vaqtda haqiqatan kasbiy satda boshqani intayin kuldirib turib, o'ziniki haqiqatan boshqalar nima deb tunuydi misoljan nada deb tunuydiki. Shu nada deganni yug'urib turib qila oladi-chu. Juboda. Endi keyin satqa vaqtida meva suyuniki tarkibiy qismini bir deb etmadan qanchalik meva bor, tangjan almashtirib qo'ydingmi uning ichiga? Demak, bu tarkibiy qismini men shuni qarab turib ketdim bu. Ya 35% mi meva. Aj bir narsani deb etgan bo'lsam, men setib olaman malika. Men intayin huzur aldım. Şu nedenin modu boğanını bilettim. Lekin bugün hikayesini bildim. Ben anlap, ben mi de bakkan. Menimce biz bazı bir nakşılarını madem eğitip ketmeyimiz o. Anlap huzurlanğan basım çünkü eğitiş tezkeliki bu nede degen diş asam boğan lekin. Menimce madem bir akatimim dep çıktı da boyuldum ben. Bugün nek meydanda sizden hazır cevap şu acayip humoristik geldiğinizi görüp yine intaymak huzur aldım. Acayip huzurlandırdınız. Aslında bu bir nada deb özbek addiydek ko'ringan bilan bo'lmasdan kelmabdikan necha yillik uyg'unish, izdinish. Men rostla shunda bir aslan to'lib qolgan deb o'ylagandim men shaxsan. Lekin bugun mayis qildim. Andan Naqmaydondagi mal setish jarayonida sizning shu aktyorlikda o'qigan asosingiz bo'lg'achqa bugun nayt yaxshi chiqqandek o'yildim. To'g'ri. Shu o'rgangan bilim, demak o'rganildan hech qanday yerda qadrsiz bo'lib qolmaydigan, ortiq o'rganib qolmaydiganmiz. Shu o'rganganingiz mana bugun Naqmaydonda yana bir qatim oldin tayyorlik qilgandek chiqdi-da. Chon tunji qatim qilgandek degan tuyg'unimni men uni ko'ramadim. Ondan mazim sinab boqqanda lekin nani yaxshi qilamadimki, yaxshi bo'lmadi deganingizdan qarsam, aslida yaxshi bo'ldi-ku, aslida cho'qim yaxshi yetilgan deb o'yladim. Shu o'zingiz talab yuqori qo'yib qoldingizmi? Yoki izchillik bo'lmay qoldimi sizda? Amiyatda tor dunyosida sizga nihoyat zo'r bo'shliq ham fursat bor ekan. Sizda ixtiyor bor ekan. Rahmat, ustozlar. Do'stlar, chiroq yondirdan bosqichimizga qadam qo'ydik. Musajan uchun chiroq yondirdan ustozlar qani marhamat. Wow, mana hamma ustozlar siz uchun chiroq yondirdi. Nada demamsiz yana? Men turib yana bir chiroq o'xshaydi deb qarab qoldim. Yana bir chiroq. Xosiyatidan bilan Keramjonning chiroq yondirishini saqlayotgan-a. Mana yondirdi mana. Telefondan chiroqni yondirdi. Mushu 4 ustozdan birini tanlaydigan gap. Men hozir mushu men qanday qilsam mushu nada bilan mushu so't treptik ishlarni yaxshi qila olayman, birlashtira olayman. Undan keyin mushu o'yindagi Cıbo işlerini qanday qilsam yurishtirelim shunda degan shu bilimni almoqchidim. Men tanlaydigan baliqchi ustoz bo'lsa, to'yliq. Menga mush so'd yo'lda yaxshi yo'l ko'rsatadi deb qarayman. Ham uning ustiga yana birsiga mush chapanni yaxshi tikib birdi deb men shuningga. Onun başqa hamda bundan keyin mayli doyingni bulamdi va yoki bevas ko'rsatishda bulamdi. Bir so'dga kirib qilishingiz mumkin-da. O'zingiz degandek so'da yo'lida sizga bir o'zining yaxshi tajribalarini, bor bo'lgan bilimlarining hammani sizga yetkazib berishga kapolat qiladi. Shundaq-ku, ha? Bo'ldi. O jihatdan men yetaklab mangay. Mana qo'sh manfaatga erishdingizda, chapanmga erishdingiz taxi. Chapaningizmi ishga bo'ldigan bo'ldi. Chataq yo'q, chapandi bu. Ha. Endi keyingi mayirimizni sahnimizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. 我说我要做新疆版本的 Lady Gaga， 你们应该没有反对吧？啊？什么叫美妆呀？把颜色玩起来呀！玩。 Man Marifat Qurban. San'at beg'ida po'raklagan rangarang gullar orasidagi eng go'zallik intilgan bir g'uncha. Xinjiang san'at suyanining muqam va mashrab tadqiqot kasbini bitirgandan keyin egalik tiklash yo'lini tanladim. O'zimning alohidaligi bo'yicha suratga olgan mikro videoning do'yin sifatida olqishga erishishi meni to'rda Naqmaydonda ko'rsatib mos etishga boshlab keldi. Men darajadan tashqari to'r cho'lponlar programmasiga qimmo kasbiy bilim o'rganish uchun keldim. Lady Gaga
Qarshi olamiz, yaxshi. Yaxshi turib o'tamsiz. Yaxshi. Qarshi olamiz. Hamsa salomingizni yo'llayib o'tamsiz. Yaxshimsizlar, shu ekran oldidagi barliq to'rdoshlar, shundaqlar Gulshanada bizning barliq suyimli ustozlar, shundaqlar bizning el suygan va elni suygan barliq san'atchi ustozlarimiz, menda sizlarga o'ttiq salomlar bo'lsin. Men Yakan qizi, ismim Marifat. Marifat. Men Marifatni do'yingni bek chiqishtirdim. Shu ismi meni bek qiziqtirgan. Mauri Gaga deb shu Lady Gaga'ni bek yaxshi ko'rgan deb o'yladim. Hamda Lady Gaga nimishqa yaxshi ko'rdim. Nimishqa hamda to'rdagi ismingizni Mauri Gaga deb qo'yishni o'ylab qoldingiz. Chunki hamda bizning turmushimizda o'zi uchun yashamayotgan yoki zo'zizi o'zini o'zi qilolmayotgan, o'zini o'zi to'lamayotgan qizlar bekchiq. Chunki yalmisi ya chiroy sababli yoki bo'lmasa badan shakli normal emas yoki bir yerisimiz bir yeri o'riq degandekchi. Lekin shu Lady Gaga kelganda buning yasinishimi o'zgacha, o'ziga ishonishimi o'zgacha, mayli muzika jihatdan bo'lsin, shunchalik o'zgacha. Azaldan boshqalarning meni nima deb qilar deydigan ilqi ko'z qarashi bilan chotig'i yo'q holatda yashay oladi. O'zining dunyosi yashaydi. Shunga shunchalik bir o'zgacha Lady Gaga. Shu tarafini bek yaxshi ko'raman. Shunga ismimni bir Aştaq bir qo'yib boqaychu, men bir aştaq yashay olmayman deb qo'ygancha shu. Yashay oldingizmi? Hozir qancha masoningiz bor? Hozir 21 ming. 21 ming. Qancha vaqt bo'ldi? Bir oy. Bir oy jarayonida 21 ming bo'ldi. Unda bo'lsa shu Gagaga o'xshash bo'lganligingiz uchun yaxshi ko'rganligingiz uchunmi yoki sabab? Chunki men Lady Gaga'dan huzur oldim, ulgi qildim, lekin men yana Mary Gaga men o'zim qilib yashay oldim. Wow, yaxshi. Rost haqiqiy Marifat bo'lib yashayapsiz-a. Men bek qoyil bo'ldim. Menimcha ustozlarimizmi qoyil bo'lyapti-da. Xasetada. Siz naqshida dars olib ekansiz-a? Men san'at tarbiyalanganman. Muqam mashrab tadqiqot kasbini 2018-yili bitirdim. Mana o'zimning kasbimni terishyapman, ham egilik tiklash yo'lida izlanyapman. Yaxshi. Hozir nima kasb qilyapsiz? Hozir hamda shu turiblam do'yin o'tib ketib qoldim, asli undizlar savdo qildi. Demak, siz o'qigan kasbingiz san'at kasbi, naqsh kasbi, hozir hamda u kasbdan sirtmi ya? Yo'q, hamda oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda men 2015 hamda bizning Shinjongda undizlar savdosi boshlanib, dastlabki birinchi bosqichliq yuqori mazgilni kutib olgan vaqtda men qadam tashrif qilgan. Shu vaqtda boshlab men bir oy chambarak ishlab, hech nima sotolmay, ana degan teri asrash mahsulot setib, anda shu orqali men mosatdim 6 yil. Men bir bozor tadqiqot qilib boqay. Mush bizning mahsulotlarning tarkibi nada, qanday bo'ldi, nadan keladi bozorningki qatlamlari emasdan to'van bozor, yuqori bozor, o'tirhal bozorningki mahsulotlar bilan iste'molchilarning unumi nadan nagacha deganni tadqiq qilay deb, endi bu Xufu bilan Seyron birlashib, oxirida naqshi tonulanmagan adam rang o'ynab tonulib ketdim. Rang o'ynab tonulib ketdim deydi. Yaxshi, men buni so'rashim sizning abay o'rinlagan naqshingizni muntazam tarbiya ko'rganligingiz chiqib turibdi. Garchi siz o'qish bitgandan keyin u o'z kasbingizni qilmay, boshqa kasblar orqali iqtisodiy qimmat yaratib, boshqa kasb qilgan bo'lsangizmi, lekin siz shu o'qiganingizni bizning shu darajadan tashqari to'r cho'lponlari sahnamizga kelib, xalqqa namoyon qilib oldingiz. Bu oldi bilan birinchi orzuyingizga yetdingiz. Mushuning o'zi bir siz uchun eng cho'ng utuqkan. Endi siz yana Mary Gaga bo'lishibdingiz bilan yana boshqa to'r savdosi bilan shug'ullanib yetibsiz. Mana texmi tirishing. Tirishsangiz odam tirisi qilolmaydigan ish yo'q. Agar siz boshqa kasb o'qigan bo'lsangiz, hozir mundaqcha aytganda nonni boshqa kasbdan tepib yeyotibsiz. Shundaq-ku, lekin naqsh kasbingizni menimcha unutib qolmabsiz. Unimi chunki sizning ovozingizning yingsi bir xil tatli ekan, chiroyli. Shunga bizga ham shunday qilib ekran oldidagi barliq ko'rurmanlarga huzur ato qildingiz deb o'ylayman. Shuning bilan birga to'rda setishdagi kasbingizni texim jonlantirib, ikkisini birlashtirib, epmangsiz bo'laverdi. Hech qaysi taqashmaydi. Texim tirishing bundan keyingi ishlaringizga qutlug' tilayman. Rahmat. Sizning shuncha yil o'rganganingizga men ovozingizning tatliqligiga, yaxshi aytganingizga qarab, hozirroq mashqsiz qolganingizni his qilib, bir xil ko'nglim yerim bo'lib qoldi. Bo'lsa kunda ertagini yarim soat vaqt chiqarib mashqlaringizni tepib oling joy-joyda. Chunki yaxshi bir to'g'ri so'digiri
naqshini yaxshi aytsa, bu texim cho'ng bir alaylik bo'ldi-ki, hargiz kamchilik bo'lib qolmaydi. Undan keyin sizning shu obrazingiz bek yaxshi ekan, odamga nihoyat yiqimli, o'moq, yaxshi ta'sir beradi. Bek suyumlik. Yaxshi ta'sir beradigansiz. Qiliqlari. To'g'ri, bundaq. Kinolarda obrazdakchi. Bu qiz naqsh aytibasiz-ku, xuddi men o'zimning orzuyimni bir ifodalab olgandek, o'zimning orzuyimga yetgandek bir hissiyot o'tadim. Qanday desa, bu qizmish kasbni o'qib deganda, muntazam tarbiyalanib degan, buni abay Keremjon degandek o'tirliq tashlanib qolgani men debla kasbiy jihatdan bilinib qoldi-ku. Demak, bu sahnimiz kelgandan bu cho'qim tor ishlari bilan shug'ullanyapti. Bu arzusini bu sahnimiz orqali ifodalab oldi. Yomon qiz ekan bu deb ashni xiyol qilib o'tirsa. Ko'ngildikini ifodalab, chunki odam o'z yaxshi ko'rgan ishni, o'z yaxshi ko'rgan kasbni cho'qim bir bu sabablar bilan bir ifodalab olgisi keldi-ku. Bunaqa sahna bo'lish kerak. Balkim bu tuvallarda uydagilarga ancha-muncha aytib berish mumkin, do'stlarga aytib berish mumkin, lekin bu ekran orqali nurg'un xalqqa o'zining eng yaxshi ko'rganini ifodalash degan bu o'ng'ay ish emas. Bugungi shu sahna bilan başlanıp ketgüsü sizden naqshi etish sahnangiz. Sahnasiz qolmang, har qachon sizga sahnani ko'pchilik berdi. Sizning naqshingiz anglashni nurg'un odamlar yaxshi ko'rdi. Shundan boshlab. Texim shaxsan men bak yaxshi ko'rdim ovozini, o'rindashini, obrazini shunday yaxshi. Bo'lsa, undan keyin boya degandek to'g'ri sodisini bu cho'qim ching tutish kerak, chunki pul tepish kerak-ku hozirgi zamon shunda bo'lyapti. Qolgan fikrlarni shu ustozlarimizdan anglaymiz hamsa. Ma'rifat unda bo'lsa ikkinchi bosqichingizda, ya'ni to'rda naq maydon bevosita ko'rsatib sotadigan milingiz bo'lsa, fancy bonya usun yeti fulya. Okey. Okey, chataq yo'q-ku. Qarang, davsa. Marhamat. Yaxshimsizlar, mening bevosita ko'rishim qadam qilishib qolgan barliq umar xonim qizlar, go'zallar. Navada yuz terisida bek danxo'ra qablab ketgan yoki oqshimi uxlayolmay, mush yuz terisida teri bo'shash, teri sanglash yoki bo'lmasa terining rangi xunuklaşib ketish qarta masala ko'rilayotgan xonim qizlar bormi yo'q? Bo'lsanglar, menga yurak belgisini avataysanlar bo'ldi. Men sizlarning shu avalinglar qarta bugun nihoyat yaxshi bo'lgan bir mahsulotni tanishtirman. Men mahsulot tanishtirishdan burun eng avval sizlarga mahsulotning tarkibini tanishtirman. Nemishqa? Chunki mahsulotning tarkibi sizningki teringizni qabul qilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Unda bo'lganda men bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan bu yuz chaplaqning tarkibida birinchidan teriga suv to'liqlaydigan karbonat suv tayoqchisi, andan keyin sezgir terida ishlasi bo'ladigan yanganjidan ilingan yangan gelarim miyi. Mushu narsalar odatda birisi teringlarninki buzilgan terini o'ngshaydi. Ya'ni shu teri uxlayolmaslikdan kelib chiqqan yoki kechada uxlamay teri buzilib ketgan terilarning. Andan keyin sezgir terilar qarta sezgirlikni besib turib, teringizni qo'rqmay holatda ishlatsangiz bo'lgan, sizga xotirjamlik tuyg'usi beralaydi. Shunga bugungi men sizlarga olib kelgan bu mahsulot bo'lsa, Fancy Marks'dagi Bonyosan suv to'liqlash chaplamasi. Shunga bugungi mahsulotdan shadan qilgan qizlarga birni olsanglar, 2 tal ortiq qo'shib beramiz. Chunki asli bahsi 118 ko'y, sizga 2 ni qo'shib berdik desak, vaqt to'shdi. Ma'rifat qandaroq hozir? Hozirroq jiddiylashish bor. Undan keyin uyda bevosita ko'rsatib mol sotgan bilan faqat o'qishmidi ya. Bu vaqtlar degan o'zimizlik vaqt keng kushadi bo'lganki, mayada shu bevosita ko'raplam ko'z orqali. Yengimizda bor bo'lgan asli tarjima qilib qilayotgan bo'lganki, hozirroq pek o'zim rozi bo'ldim. Vaqt sal az bo'lib qoldi ya. Agar uzunroq bo'lgan bo'lsa, texim yaxshi tushuntirib aytdingiz. Qarayamsa bizning 4 ustozimiz chiroq yandirsanglar bo'ladi. Ko'yarmu chin yuragidin men sana ko'yganda men yoshsimken 500 yıl Kraldırı qadırlı körmenler, tordaşlar, dereceden taşqiri tor çolpanları programımızın bu sani yumuşaya dayaqlaştı. Kingsan programımızda yani qaysı tor çolpanlarımız səhnimizge çıxış arqılıq özün sınap bakıdığandı. Siz oyluğan şundaqlar, siz